Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Ata Xalqbank Yakkabog' bank xizmatlari bilan birgalikda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Paxtakor mahalla fuqarolari yig'ini hududida joylashgan 701-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Ushbu konturning 10 gektar yer maydoniga jami 20 ta dehqon xo'jaligiga no'xat urug'lari ekish maqsadida 50 sotikdan maydonlar ajratib berilgan. Ushbu loyihaning samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor sifatida Shoin va Ozoda 1972 ishlab chiqarish kooperatsiyasi biriktirilgan bo'lib, hozirgi kunda hujjatlar yaxshi parvarish qilinmoqda. Kelajakda ushbu loyihadan har bir gektardan 3 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan.